Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Aybek Aminovich. Biz Oliy matematika fanidan tasodifiy miqdorlarning soni xarakteristikalari, amalda ko'p uchraydigan tasodif soni xarakteristikalari mavzusida video dars o'tamiz. Avvalambor ushbu mavzuning rejasi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi, diskret tasodif miqdorlarning soni xarakteristikalari tanishamiz. Ikkinchi, diskret tasodif miqdorlarning soni xarakteristikalarining xossalari bilan keyin amalda ko'p uchraydigan tasodiflar soni xarakteristikalari tanishib chiqamiz. Matematik kutilma tasodifiy miqdor o'rtacha qiymatining sonli xarakteristikasi sifatida xizmat qiladi. Diskret tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi deb, uning barcha mumkin bo'lgan qiymatlarining mos ehtimolliklariga ko'paytmasining yig'indisi aytiladi. Mana formula ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Mx teng x1 ko'paytirilgan p1 plus x2 ko'paytirilgan p2 va hokazo xn ko'paytirilgan pn. Agar tasodifiy miqdor mumkin bo'lgan qiymatlar to'plami sanoqli bo'lsa, u holda mx teng k teng summa k teng 8 gacha xk ko'paytirilgan pk ko'rinishida yoziladi. Matematik kutilmaning xossalari. Birinchi xossasi, o'zgarmasning matematik kutilmasi uning o'ziga teng. Ms teng c. Ikkinchi, biror o'zgarmasga ko'paytirilgan tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi ana shu tasodifiy miqdor matematik kutilmasining o'zgarmasga ko'paytmasiga teng. Uchinchi, tasodifiy miqdorlar yig'indisining matematik kutilmasi ular matematik kutilmaning yig'indisiga teng. To'rtinchi, o'zaro bog'liq bo'lmagan tasodifiy miqdorlar ko'paytmasining matematik kutilmasi ular matematik kutilmalarning ko'paytmasiga teng. Shuni aytish joizki, 3 va 4 xossalar ixtiyoriy sonda tasodifiy miqdorlar uchun ham o'rinli bo'ladi. Ikki tasodifiy miqdor bog'liqsiz deb ataladi agar ulardan birining taqsimot qonuni ikkinchisining qanday qiymat qabul qilganiga bog'liq bo'lmasa va aksincha. Tasodifiy miqdor qabul qila oladigan qiymatlarning o'zining matematik kutilmasi atrofida qanchalik sochilganini baholash uchun uning dispersiyasi va o'rtacha kvadrat chetlanishi xizmat qiladi. X tasodifiy miqdorning dispersiyasi deb, uning matematik kutilmasidan chetlanishi kvadratning matematik kutilmasiga aytiladi. Diskret tasodifiy miqdor uchun quyidagi formula o'rinli bo'ladi. Dispersiyaning xossalari. Birinchi xossa, o'zgarmasning dispersiyasi 0 ga teng. Ikkinchi xossa, biror o'zgarmasga ko'paytirilgan tasodifiy miqdorning dispersiyasi ana shu tasodifiy miqdor dispersiyasining kvadratga oshirilgan o'zgarmas ko'paytmasiga teng. Formula ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. X tasodifiy miqdorining o'rtacha kvadrat chetlanishi og'ishi deb, dispersiyadan olingan kvadrat ildizga aytiladi. X diskret tasodifiy miqdorining modasi deb, tasodifiy miqdorning eng ehtimolliroq qiymati aytiladi. Ya'ni eng katta ehtimollikka mos kelgan x yulduzcha qiymat u moda. Endi masalalar yechishini ko'rib chiqamiz. O'sha matematik x tasodifiy miqdorining matematik kutilmasi, dispersiyasi, o'rtacha kvadrat chetlanishi topishga doir masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi masala, quyida taqsimot qonuni bilan berilgan x tasodifiy miqdorining matematik kutilmasi, dispersiyasi, o'rtacha kvadrat chetlanishi topishni kerak bo'lsin. Bu holda yechish, demak, x va x kvadrat tasodifiy miqdor matematik kutilishini topamiz demak. Birinchi mx topib olamiz. Demak, x ilarni mos qiymatini p ila mos qiymatlarini ko'paytirib yig'indisi topamiz. Mx 3/1 bo'lyapti. Mx kvadrat teng 10/9 ga teng bo'lyapti.
Ta'rif: taqsimot qatorining m nuqtalarini tutashtiruvchi siniq chiziqdan iborat grafiga taqsimot poligoni deyiladi. Agar x tasodifiy miqdor o'zining x1, x2 va hokazo qiymatlarini mos ravishda p1, p2 ehtimollik bilan qabul qiladigan diskret tasodifiy miqdor bo'lsa, u holda uning taqsimot funksiyasi quyidagicha aniqlanadi. Bu yerda ning x dan kichik bo'lgan qiymatlar ehtimolliklari yig'indisi olinadi. Quyida diskret tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi ko'rinishi va grafika keltirilgan. Demak, diskret tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi katta fx bilan belgilaymiz. x1 dan kichik yoki teng bo'lganda fx 0 ga teng, funksiya qiymati 0 ga teng bo'ladi. x1 bilan x2 oralig'ida bo'lgan p1 ga teng, x2 bilan x3 oralig'ida p1 plus p2 ga teng, x3 bilan x4 oralig'ida x3 bilan x4 oralig'ida p1 plus p2 plus p3 ga teng funksiya qiymati. x4 bilan x5 qiymatlarni qabul qilganda funksiyamiz p1 plus p2 plus p3 plus p4 yig'indisiga teng bo'ladi. x5 dan kichik bo'lganda ximiz kichik yoki teng bo'lganda funksiyaning qiymati 1 ga teng bo'ladi. x diskret tasodifiy miqdorning a va oralig'ida qiymat qabul qilish ehtimoli p quyidagicha hisoblanadi. Demak, bizning rasmimizda o'sha funksiyaning taqsimot funksiyasi diskret tasodifiy miqdor taqsimot funksiyasining grafiki berilyapti. Birinchi masala: 10 ta detal ichida 8 ta nostandarti bor. Tasodifiy ravishda 2 ta detal tanlab olindi. Tanlab olingan detallar orasida standart detallar sonining taqsimot qonunini tuzing. Taqsimot poligonini yasang. Demak, x tasodifiy miqdor tanlangan 2 ta detal orasida standartlari soni. U quyidagi qiymatni qabul qilishi mumkin. x1 0, x2 1, x3 2 bo'lishi mumkin. X ning mumkin bo'lgan qiymatlar ehtimolini topamiz. Bunda p x teng k quyidagicha hisoblanadi. Ushbu formuladan foydalanib, demak, bizda katta n 10 ga teng, detallarning umumiy soni, kichik n 8 ga teng, standart detallar soni, m 2 ga teng, tanlangan detallar soni, k 0, 1, 2 sonlar qabul qiladi, tanlangan detallar ichidagi bo'lishi mumkin bo'lgan soni. Demak, shu yuqorida formulaga qo'yib hisoblasak buni, x teng 0 da p 1 taqsim 45 ga, x teng 1 da p 16 taqsim 45, x teng 2 da p 28 taqsim 45 ga teng ekan. Shunday qilib biz taqsimot qonunini tuzamiz. Demak, buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bu uchta sonning yig'indisi, demak, kastorlar yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Taqsimot qonuni hosil qilar ekan. Taqsimot ko'pirchagini yasaymiz. Buning uchun absissa o'qiga x, ya'ni katta X tasodifiy miqdorni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlarni va ordinatlar o'qiga esa ularga mos ehtimol plarni joylashtiramiz hamda mos ravishda M1, M2, M3 nuqtalarini topamiz. Bu nuqtalarni to'g'ri chiziqlar bilan tutashtirsak, taqsimot ko'pirchagi hosil bo'ladi. Rasmda ko'rib turibmiz. Ko'pirchak. Demak, binomial taqsimot qonuni deb har birida hodisaning ro'y berish ehtimoli p ga teng bo'lgan n-ta erta sinovda bu hodisaning ro'y berishlar sonidan iborat x diskret tasodifiy miqdorning taqsimot qonuniga aytiladi. Mumkin bo'lgan x teng k hodisaning ro'y berishlar soni k qiymatining ehtimoli quyidagi Bernoulli formulasi bo'yicha hisoblanadi. Demak,
P n'dan m teng ekan n ko'paytirilgan p darajasi m ko'paytirilgan q darajasi n minus m. Quyida masala keltirilgan. O'sha binomial taqsimot qonunini hisoblashga doir. Tekis taqsimlangan diskret tasodifiy miqdor deb chekli sondagi x1, x2, xn qiymatlarini Pn teng 1 taqsim n teng ehtimolliklar bilan qabul qilish tasodifiy miqdorga aytiladi. Tekis taqsimlangan tasodifiy miqdorning matematik tutilishi qabul qilinadigan qiymatlar o'rtacha arifmetiga teng. Buni masaladan keltirib qo'yilgan. 3-masalada tekis taqsimlangan diskret tasodifiy misol keltirilyapti. Poisson taqsimoti ko'pincha ma'lum vaqt oralig'ida yoki uzunlik yuza hajm oralig'ida hodisaning ro'y berishlar soni ustida gap borganda va ehtimollik juda kichik bo'lganda ishlatiladi. Masalan, 10 daqiqa davomida telefon stansiyasiga qilingan qo'ng'iroqlar soni, 1 soat davomida yoqilg'i quyish stansiyasiga kelgan mashinalar soni, 100 kilometr uzunlikka ega bo'lgan suv quvuridagi nosozliklar soni, ma'lum hududda bir hafta davomida ro'y bergan yo'l transport hodisalari soni va hokazolar. Poisson taqsimoti bilan taqsimlangan x tasodifiy miqdor 0, 1, 2 va k qiymatlarini quyidagi formula qabul qilish quyidagi formula orqali hisoblanadi. Demak, suratda lyambda k mahraj k faktorial ko'paytirilgan y darajasi minus lyambda. Bu yerda lyambda n ko'paytirilgan p ga teng. Kichik n tajribalar soni, p hodisaning ehtimoli. Poisson taqsimoti hisoblashga doir ham demak masala berilyapti. Geometrik taqsimot. X diskret tasodifiy miqdor 0, 1, 2, k qiymatlarini p x teng k teng p ko'paytirilgan 1 minus p darajasi k ehtimoli bilan qabul qilish tasodifiy miqdorga p parametrli geometrik taqsimotga ega bo'lgan tasodifiy miqdor deyiladi. P x teng k Bernoulli sxemasida hodisaning aynan k sinovdan so'ng birinchi marta hodisaning birinchi bor k plus birinchi tajribada ro'y berishi ehtimoliga teng. Gipergeometrik taqsimot 3 ta parametr katta n va kichik n'lar yordamida aniqlanadi. Quyida masalani ko'raylik. N ta mahsulot partiyasida m dona sifatsiz bor. Katta M, kichik katta N'dan. Tekshirish uchun partiyadan tasodifiy n ta mahsulot olindi. X tasodifiy miqdor tanlanmadagi sifatli mahsulotlar soni. Katta X tasodifiy miqdor m teng 0, 1, 2 va hokazo. Minimum m va n'lar minimum qiymatlarni quyidagicha ehtimolliklar bilan qabul qiladi. N va m parametrlar o'zgarmay qolganda n chizilgan gipergeometrik taqsimot binomial taqsimotga yaqinlashar ekan. Kichik n taqsim katta N kattaligi yetarlicha kichik bo'lsa, qaytarilmaydigan tanlanma. Qaytariladigan tanlanma deyarli farq qilmaydi. P m katta M taqsim n sifatli mahsulotlar chastotasi bo'lsa, agar kichik n taqsim n kichik 0,1 tengsiz o'rinli bo'lsa, gipergeometrik taqsimot binomial taqsimot bilan yaqinlashtirish mumkin. Ya'ni bu formulalar taqriban teng, natijada taqriban teng bo'ladi. 3-masala 25 ta mahsulotdan iborat partiyada 6 ta sifatsiz. Tekshirish uchun partiyadan tasodifiy 3 ta mahsulot olindi. X tasodifiy miqdor tanlanmadagi sifatli mahsulot soni taqsimot qonunini tuzing. Yechish. Masalan, shartiga ko'ra katta N 25 ga, katta M 6 ga teng, N teng 3. Endi buni formulaga olib borib qo'yadigan bo'lsak, quyidagi natijaga erishamiz. Demak,
0, 1, 2, 3 qiymatlarini qabul qila oladi. Bu qiymatlar mos eksponent hisoblash uchun formulani qo'llaymiz. Demak, x 1 0 ga teng bo'lganda p 1 0,421 ga, x 2 1 ga teng bo'lganda p 2 0,446 ga, x 3 2 ga teng bo'lganda p 3 0,124 ga, x 4 3 ga teng bo'lganda p 4 0,1008 ga teng hisoblab topishimiz mumkin. Demak, taqsimot qonuni bunday ko'rinishda bo'ladi. Bugungi darsimizda o'tmoqchi bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.